Hop, assalomu alaykum. 3-darsga xush kelibsiz. Bugun nihoyat amaliy qismni boshlaymiz. Hozir referensni ulab, uni ish jarayonida bexato ishlatish uchun mahkamlab olishimiz kerak. Referens proporsiyalar va umumiy shaklni aniq ushlashga yordam beradi. Bu oynani image editorga o'zgartiramiz va image openni bosib, rasmimizni tanlab olamiz. Bu rasm bizga balandlik, kenglik va tom burchagini taxmin qilmasdan aniq ko'rishga yordam beradi. Referens yo'liroq. Biz blockout paytida katta proporsiyalarni to'g'ri olamiz, mayda detallarni keyin qo'shamiz. Shuning uchun referensni ekranda qulay joylashtirib olishimiz kerak. Bu rasmni men videorolik pastida opsiyaniyasida ssilka qoldiraman. Shu orqali yuklab olishlaringiz mumkin. Endi oynani bo'lib pastga outlinerni qaytaramiz. Bu uchun ko'rib turganingizdek buni pastga tortdim. Outlinerni tanlab olamiz. Outliner bizda kolleksiyada nimalar borligini ko'rsatadi. Bizda hozirlikcha sahnada kub, kamera va light yorug'lik bor. Bizga light bilan kamera hozirlikcha kerak bo'lmaydi. Kubga o'tamiz. Front ko'rinishiga o'tamiz. Bu numpad 1 va ortografik rejimni yoqamiz. Bu numpad 5. Edit modga o'tamiz. Kubni tepaga ko'tarib, x o'qi bo'yicha to'g'ri qo'yamiz. Panjara kattaklarini har biri 1 metr hisoblanadi. Bizning minoramiz taxminan 10 metr bo'ladi. Shuni hisobga olib blockoutni boshlaymiz. Vertex select rejimiga o'tamiz. Bu 1, ya'ni bu vertexlarni tanlash rejimi. Yuqori 4 ta cho'qqini belgilab olaman. Uni ozgina tepaga ko'taramiz. Z o'qi bo'yicha. Endi Y bilan yuqoriga ekstrud qilamiz. Endi S ni bosib, cho'qqilarni biroz tarqatamiz. Shakl pastdan yuqoriga qarab kengayishi uchun. Yana Y bilan tepaga ekstrud qilamiz. Va yana S ni bosib kengaytiramiz. Siluetni biroz qavatma-qavat ko'rinishda quramiz. Endi so'nggi marta Y bilan tepaga cho'zamiz. Ya'ni ekstrud qilamiz. Bu taxminan 10 metrgacha bo'ladi. Ya'ni 10 ta katak 10 metr bo'ladi. Shu balandlik bizga mos. Endi minoraning tepa qismini cho'qqiga olib kelamiz. Ya'ni S, so'ngra X bo'yicha toraytirib, deyarli 1 nuqtaga yaqinlashtiramiz. Natijada piramidasimon minora ko'rinishi chiqadi. Endi face select rejimiga o'tamiz. Ya'ni 3 tugmasi mana bu yerda. Select modda 3. Pastki qismini olish uchun alt ni bosib, ya'ni alt bilan birinchi mushkani bosib, pastni belgilaymiz. Endi S, Shift va Z ni bosamiz. Bu Z o'qini inkor qilib, X va Y bo'yicha o'qlari bo'yicha biroz qalinlashtirishimizga yordam beradi minoramizni. Ko'rib turganingizdek, quyidagi minora hosil bo'ldi. Referensga qarasak, uyning o'ng tomonida kichik pristroyka bor. Endi aynan shuni qilamiz. Bu pristroyka asosiy yon pristroykadan biroz ingichkaroq. Shuning uchun bu yerda yuzalarni alohida belgilab ishlaymiz. Edit modga o'tamiz. Bizda pastki qism ko'rinmaydi. Shuning uchun buni face ni belgilab, X delete face ni tanlab o'chirib tashlaymiz. Bu joyni ko'rsatmaymiz. Shuning uchun keraksiz geometriyani saqlamaymiz. Endi asosiy pristroykaning yonida 3 ta yuzani tanlaymiz. Va konturni ichkariga olishimiz kerak. Bu uchun insert face widgetini ishlatamiz. Mana bu widget.
Widgetdan foydalanib chuqurlikni moslaymiz. So'ng pastdagi Last Operation panelida boundary'ni o'chiramiz. Shunda atrofda ramka qolmaydi, pastki qism to'liq to'ladi. Endi Extrude'ga o'tamiz. Va numpad 1 orqali yon tomonni ko'rsatamiz. Odatda Extrude normal bo'ylab ishlaydi. Normallar harakati bo'yicha harakatlanadi. Agar X ni bossak, X o'qi bo'yicha cheklanadi. Bu joyda ko'z bilan chamalab, kerakli masofaga extrude qilamiz. Shuncha yetarli deb o'ylayman. Xo'p, keyinchalik 2 ni bosib, Edge Select rejimiga o'tamiz. Bu yerda tepadagi edge ni tanlab olamiz. Va G ni bosib, pastga tushirishni boshlaymiz. Yon qismi ozgina chiqib qolsa ham bo'ladi. Keyinchalik ikkinchi edge ni tanlab ham yana ozgina pastga tushirsak bo'ladi. Xo'p. Ko'rib turganimizdek tepa qismi ozgina kengroq ekan. Tepa qismini tanlab S va Y ni bosib, uni ozgina qisqartiramiz. Ko'rib turganingizdek uyimizni bazaviy formasi tayyor. Bu yerda buni ham pastki qismini belgilab o'chirib tashlashimiz mumkin. Bu bizga kerak bo'lmaydi. Endi minoramizni modellashtirishni boshlasak ham bo'ladi. Bu uchun obyekt rejimiga o'tamiz. Kolso qo'shamiz. Ko'rib turganingizdek, kolsoning hamma nastroykalari default holatda. Bu o'zgartirmaymiz, bizga kerak bo'lmaydi. Kolsomizni X o'qi bo'ylab ozgina chetga suramiz. Endi edit modga o'tamiz va 1 ni bosib vertex select modga o'tamiz. Endi faqat extrude va masshtablash orqali minoramizni tayyorlaymiz. Kolsoni ozgina tepaga extrude qilamiz. Xo'p, extrudelash jarayonida ko'pchilik qiladigan xato. Qarang, Y ni bosib extrude qilishni boshladingiz va uni atmana qilmoqchisiz. Siz sichqonchaning ikkinchi tugmasini yoki escape tugmasini bosasiz va extrude qilishni bekor qildim deb o'ylaysiz. Lekin aslida siz extrude qilish buyrug'ini emas, balkim ko'chirish buyrug'ini bekor qildingiz. Ko'rib turibsiz, oxirgi действие panelida extrude region and move deb yozilgan. Siz ikkinchi tugmani bosib move ni bekor qilgan bo'lasiz. Ya'ni siz Y tugmasini bosib, sichqonchani harakatlantirganingizda, ya'ni vertexlar yaratish bilan birga ularni ko'chirishni ham boshlaysiz. Mana hozir G ni bosib harakatlantirishni boshlasam, ko'rib turganingizdek, men uje yaratgan yangi vertexlarni harakatlantiryapman. Vizualdan aslida farq ko'rinmaydi va siz sezmasdan ishlashingizni davom etib ketishingiz mumkin. Lekin keyinchalik har xil modifikatorlar ishlatishni boshlaganingizdan keyin shu vertex dublikatlarini deb turli xil muammolar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun extrude buyrug'ini ishlatganingizda e'tiborli bo'ling. Agar extrude qilishni bekor qilmoqchi bo'lsangiz, sichqonchani ikkinchi tugmasini bosgandan keyin albatta Ctrl Z ni bosing. Bu extrude qilganingizni bekor qiladi. Ko'rib turganingizdek, endi G ni bossam, birinchi vertexlar harakatlanyapti. Extrude qilganimiz emas. Xo'p, minoramizni davom etamiz. Bu yerda Y ni bosib, undan keyin S ni bosib, sichqonchani ozgina ichkariga harakatlantiramiz. Numpad 1 ni bosib, yana front ko'rinishga o'tamiz. Y ni bosib Z o'qi bo'yicha taxminan shuncha ko'taramiz. Endi yana Y bilan S ni bosib boyagidek qilamiz. Numpad 1. Xo'p, extrude va shu yergacha ko'taramiz. Yoki bu yergacha. Xo'p, va yana ozgina yuqoriga extrude qilamiz. 13-gacha qilsak yetadi menimcha. Ozgina ko'proq. Va S ni bosib ozgina kengaytiramiz.
Endi rasmdagi mana bu balkonga o'tamiz. Y bilan S ni bosib, vertexlarni chetga qaratib ozgina cho'zamiz. Keyin Y va Z ozgina ko'taramiz. Va Y bilan S bosib ichkariga keltiramiz. Yoki bunaqa qilib YS endi bashnyaning tepa qismini ozgina ekstrud qilamiz. Shuncha qilsak, menimcha yetadi. Bundan keyin minoramizni tomini qilish qoladi. Y bilan S ni bosib tashqariga, bizning balkonimizdan ozgina kengroq bo'lishi kerak. Va tepaga uyni tomidan ozgina balandroqqa ekstrud qilamiz. Menimcha shuncha yetadi. Endi S ni bosib hamma vertexlarni o'rtaga keltiramiz. Va M tugmasini bosib Add Center qilsak, hammasi bitta nuqtaga, senterga yig'iladi. Ko'rib turganingizdek, natijada bizda shunday tom hosil bo'ldi. Xo'p, keling balkonimizni tugataylik. Bu uchun Ctrl R ni bosamiz. Bu loopcut buyrug'i. Ctrl R o'rtasidan kesamiz. Uchni bosib Alt bilan birga tashqi kalitsani belgilaymiz. Select menyusida, mana bu menyuda Checker Deselect'ni tanlaymiz. Va bu yerda hammasini 2-2 qilib chiqamiz. Bu ya'ni ikkitasini tanlab, ikkitasini o'tkazib yuborish degani. Bu yerda har doim ham ikkita o'tkazib yubormaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ikkitadan o'tkazib, bu yerda 3 ta o'tkazib yuborgan. Bu unchalik ham muhim emas. E'tibor bermasdan Y bilan Y ni bosib, uni ozgina ko'taramiz. Buncha ko'tarsak yetadi menimcha. Xo'p, minoramizni bazaviy ko'rinishi tayyor. Unga biz obyekt modga o'tib, Shade Auto Smooth qilsak bo'ladi. Bunda o'tkir burchakli joylar o'tkirligicha qoladi, qolgan joylar esa tekislanadi. Minoramiz tayyor. Xo'p, minoramizni uyimizga ozgina yaqinlashtirsak bo'ladi. Xo'p, endi orolni yaratish vaqti keldi deb o'ylayman. Bu uchun sahnamizga bir tekislik qo'shamiz. Xo'p, va uni ancha katta qilamiz. Keyin edit modga o'tib, shu tekislikni kesib, rasmdagidek orol qilishga harakat qilamiz. Yoki rasmdagidek bo'lishi ham shart emas. O'zimizga yoqsa bo'ldi. Bu uchun pichoq instrumentidan foydalanamiz, ya'ni K ni bosamiz. Va masalan shu yerdan boshlab orol shaklini yasashni boshlaymiz. Orolimiz xuddi rasmdagidek bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Endi Enter tugmasini bosamiz. Uchni bosib keraksiz joylarni belgilab olamiz. Va X va Face bosib udaltib tashlaymiz, ya'ni o'chirib tashlaymiz. Orolimiz formasi tayyor. Biz endi uni pastga ekstrud qilamiz. Menimcha 1 metr qilsak yetadi. S tugmasini bosib, uni ichkariga ozgina tortsak ham bo'ladi. Xohlagan vaqt bu orolimizni kattalashtirsak yoki kichiklashtirsak
Xullas, o'zgartirish kiritsak bo'ladi. Bu oson. Hozirlikcha shunaqaligicha qolaversin. Rasmda ko'rib turganimizdek, orolimiz atrofida kichkina toshlar mavjud, ya'ni kichkina orolchalar. Uni ham hozir tezda bajaramiz. Buning uchun numpad 7 edit mode vertexlar rejimiga, ya'ni 1 ni bosib o'tamiz. Bu yerdan bitta nuqta tanlab olamiz va buni Shift R ni bosib duplikat qilamiz. Sizning holatingizda bu Shift D. Bu tanlangan vertexni duplikat qiladi. Tanlangan duplikatimizni Y orqali shakl berishni boshlaymiz. Va oxirgi ikkita vertexni F tugmasi orqali birlashtiramiz. Hosil bo'lgan orolchani pastga ekstrud qilsak bo'ladi. Buning uchun hammasini tanlab olamiz. Buni ichini to'ldirish esdan chiqibdi. Buni tagini, pastini S ni bosib yana ozgina kichraytiramiz. Mana orolchamiz tayyor. Uni tanlab orolimizni boshqa tomonlarga duplikat qilib joylashtirsak bo'ladi. Orolimizning old tomoni esa boshqa bir kichkina orol yasaymiz. Xuddi o'sha prinsip orqali. Bitta vertex tanlab olamiz. Uni duplikat qilib, ekstrud qilib shakl beramiz. Orolimiz tayyor. Endi daraxtlar yaratish vaqti keldi. Edit moddan chiqamiz. Numpad 1 ni bosamiz. Shift A, sahnaga bir silindr qo'shamiz. Silindr nastroykalari 8 bo'lishi kerak va Curve Fill Type'ga nothing qo'yasiz. Sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Xo'p, silindrni joyini chetga suramiz. Edit modga o'tib, uni anchalik kichkina qilib qo'yamiz. Z o'qi bo'yicha cho'zamiz. Keyin tepa qismini Alt bilan birinchi sichqochani bosgan holda belgilaymiz va uni tepaga G orqali ko'taramiz.
Keyin tepasini S orqali kichiklaytiramiz. Xo'p, endi sahnaga kalsa qo'shamiz. Albatta, edit moddan chiqqan holda. Buni nastroykalarga tegmaymiz, default holatda turaversin. Kalsoni daraxt tepasiga qo'yamiz. Edit modga o'tamiz va kalsoni Z o'qi bo'ylab tepaga ekstrud qilamiz. Keyin S ni bosib ularni markazga birlashtiramiz. Oxirigacha birlashtirish shart emas hozirlikcha. Endi pastni belgilaymiz. Boyagidagi Alt va birinchi mushka va checker deselekni tanlaymiz. Checker deselect 1/1 qilib qo'yamiz. 1/1da turgan ekan o'zi. Keyin numpad 1 ni bosamiz. Biz numpad 1 da turibmiz. Va G orqali ushbu vertexlarni ozgina Z o'qi bo'yicha tepaga ko'taramiz. Va S ni bosib ularni markazga yaqinlashtirib qo'yamiz. Endi esa tepa qismini qo'lda bittama-bittadan tanlaymiz. Har bitta vertexni. Va G ni bosib Z o'qi bo'yicha ozgina tepaga ko'taramiz. Va S ni bosib yana ozgina markazga yaqinlashtiramiz. Xo'p, daraxtimiz bazaviy ko'rinishi deyarli tayyor. Biz uni endi pastga tushiramiz. Kattalashtiramiz. Bizda scale parametri o'zgardi. Bu modifikator uchun scale parametri muhim. Biz hozir solidly modifikatorni ishlatamiz. Scale parametri ishlatmoqchi bo'lgan modifikatorimiz uchun juda ham muhim. Shuning uchun biz hozir scale ni birga o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun Ctrl bilan A ni birga bosamiz. Chiqqan holda scale ni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, scale parametrlari o'zgardi. Xo'p, endi esa solidify modifikatoridan foydalanamiz. Bu uchun kirib add modifier, generate, solidify. Thickness ni o'zgartirsak, ko'rib turganingizdek qalinlik o'zgaradi. Biz buni o'zimizga yoqqanday qilib o'zgartirib qo'yamiz. Hozirda bizga -0.2 normalniy bo'lsa kerak. Xo'p. Buni ozgina tushiramiz pastga. Endi bu obyektni Shift va D orqali duplikat qilamiz. Z o'qi bo'yicha teparoqqa joylashtiramiz. Va ozgina kichiklashtiramiz. Va xuddi shunday davom etib ketaveramiz. Va oxirgisida edit modiga o'tib, silindrimiz ko'p baland bo'lib ketibdi, uni ozgina kichiktiramiz.
oxirgi archamizni tepasini edit modga o'tib, tepasini tanlab M ni bosib Add Center qilib birlashtirib qo'yamiz. Hozir bizda bu yerda hozir 5 ta mustaqil obyekt bor. 1 2 3 4 5. Bularning hammasini Shift ni bosib turgan holda birgalikda tanlab Ctrl J ni bosamiz. Endi bularning hammasi bitta obyektga aylandi, ko'rib turganingizdek. Bitta obyektga aylandi. Endi silindr bilan birga bularni tanlab, ikkalasini ham kattalashtiramiz. Kattalashtirganimizdan keyin scale parametri albatta o'zgardi. Buni yana Ctrl A ni bosib, scale ni bosishni unutmang. Endi esa biz daraxtimizni tepasini rasmdagidek kabi ozgina egishimiz kerak. Buning uchun daraxtning tepa qismini tanlaymiz. Silindr tanlanmasdan qolishi kerak. Va Solidify modifikatoridan keyin Simple Deform degan modifikatorni qo'shamiz. Add modifier Deform Simple Deform. Bunda band rejimini yoqamiz. Daraxtning chetda egildi ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu daraxtimiz hozir 45 gradusga x yoqi bo'yicha egildi. Bu yerdagi angle parametrini o'zgartirsak, daraxt egilish burchagi ham o'zgaradi. Bizga buni y o'qi bo'yicha egilgani kerak. Shuning uchun bu yerda y ni tanlab, burchagini o'zimizga moslab o'zgartiramiz. Menimcha yetarlicha egildi. Xo'p, endi shu daraxtimizni duplikat qilib, orolimizga joylashtirib chiqsak bo'ladi. Shift D. Silindr bilan birga tanlash esdan chiqib qolibdi. Shift D. Bu ancha kichkina ekan. Egilish burchagi bu tomonda -18 qilib qo'yamiz. Shift D. Daraxtlarimiz ham tayyor. Endi esa biz rasmda ko'rib turganingizdek eshikni qilishni, derazalarni qilishni, ular plitkalar, minoraning derazalari, mostik, plitkalar va bu yerdagi deraza qoldi. Bularning barchasini keyingi darsda ko'rib chiqamiz.